Bizni kuzatuvchilarimiz hozir mana zazimliklarni qoqish arafasidamiz. Hozir yerda o'zida mana pad biz hozir 2 metr chuqurlikda turibmiz o'zimiz ham. O'mani ko'rsating aka. Mana 10 metr. Stelkasiga qarab turasizlar buni mana. Shu bilan yerda o'zini mana qarshiligini bilib olamiz. Bo'ldi aka mana ko'raveringchi. 4,5 ohm. Yerda o'zi 4,5 ohm chiqyapti. Hozir mana o qozoqlarimiz uni. Bitta qozoqimiz bu yerda. Bitta qozoqimiz bu yerda, bittasini o'zini oldida. Endi ishimiz bo'lsa hozir yana bir qoqib, bu yerdan keyin bir o'lchab qo'yamiz. Hozir bitta qozoqimizni qoqib bo'ldik mana. Ikkinchisini ham hozir qoqamiz. Qozoqimiz mana 18 lik bulut material. Rez bo'ladi. Shu bir-biriga ularni qoqib oladi hozir. Qachonki yerdan 10dan 8 ohmgacha qarshilik berilmasa. Zapaska zontlarimizdan qozoqlarimiz bor. Shunga qatiriladi. Mana shu holatda mana bo'limkaga olib qatiriladi. Hozirda mana tazminlarimiz bo'ldi. To'g'ri. Kimga shunaqa xizmat kerak bo'lsa, bemalol murojaat qilaverasizlar. Xudo xolasa bo'ldi mana zazimlarimiz.